Hürmetli kitap anlıqçılar, hozurunlarda 1984 namlıq romanның davamı. Urushdagi asosli harakat vayron qilishdir. Ammo bu cho'qim odamlarni vayron qilish deganlik emas. Muhimi odamlarning emgak mahsulotlarini vayron qilishdir. Urush moddiy boyliqlarni yo'qotish, o'zil-kesil vayron qilishning yo'li edi. Chunki moddiy boyliqlar avomni yaxshi turmushga ega qiladi-da, oqibatda texmi aqlli qilib etadi. Hatta urush qurollarini haqiqatan vayron qilinmagandimi, ularning yasalishi hech qanday iste'mol buyumlari ishlab chiqarmaydigan turib, emgak kuchini xo'rtishning nihoyatda qulay vositasi edi. Masalan, bir laylimi istehkomni yasash uchun balkim 100 dona yuk paraxodini yasaydigan emgak kuchi ketishi mumkin. Oqibatda u faqat dengizdala laylab ko'nrab ketadi. Hech kimga bir tiyinga chog'liq foyda akilanmaydi. Uningdan keyin yana shunda g'oyat zo'r emgak kuchi bilan shundaq laylimi istehkomdan yana birini yasaydigan gap. Prinsip jihatda urush kishilarning eng aqalli ehtiyojidan eshib qolgan barliq eshinchi boyliqni quritish maqsadida planlanadi. Xalqning ehtiyoji doim to'ban mo'ljallanadi. Oqibatda eng zarur turmush lozimatliklari mangu kamchil holatda turadi. Ammo bu bir xil afzallik deb qaraladi. İmtiyozliklar to'pinimi ma'lum darajada qiyinchilik ichida saqlash, to'limi inchik planlangan bir strategiyadir. Chunki jamiyatda umumyuzlik moddiy boyliqning kamligi oz sondagi imtiyozliklarning muhimligini yuqori ko'tardi va o'xshamagan to'plar orasidagi farqni zo'raytirdi. 20-asrning boshlarida ishki partiya a'zolarimi noiti oddiy sodda edi. Emgak qiladi. Shundaqdimi ozoda cho'ng, aslahalari to'liq uylarda o'tiradi. Kiyimlarining raqtimi yaxshiroq, yemak-ichmak, tamakisimi sifatliroq edi. 2dan 3gacha oila xizmatchisi bo'ladi. O'zining xususiy mashinasi yoki tik uchari bo'ladi. Demak, ularning turmushi tashqi partiya a'zolaridan zo'r darajada farqlanadi. Bularningmi keng ommaga, ya'ni biz ataydigan proletarlarga solishtirganda ko'p imtiyozlari bor edi. Ular yashaydigan qo'rshalgan shaharning ijtimoiy atmosferasida boy va namratning farqi faqat yeydigan bir parcha go'shining bor yo'qligida edi. Shuning bilan bir vaqtda uzilmas urush vahimasi, doimli xiyim xatar, proletarlarning barliq huquqini intayin osondagi odamlarga o'tkazib berishini, tirik qilishning intayin tabiiy va muqarrar shartlariga aylantirgan edi. Ko'rinib turibdiki, urush zarur bo'lgan vayron qilishni tamomladi. Yana kelib uni kishilar psixik jihatdan qabul qila oladigan bir ravishda tamomladi. Amaliyotda eshinchi emgak kuchini munar, piramidalarni selish, o'g'rilarni qo'lab, yana tindirib, hatto nurg'un mahsulot ishlab chiqarib, ondan yana uningga o't qo'yibmi xo'rtib turish mumkin. Ammo bu bir oligarxiyalik jamiyatning moddiy asosini barpo qilsa-mu, ma'naviy asosini qurib chiqolmaydi. Bu yerda ko'zda tutilayotgani hargizmi proletarlarning ma'naviy qiyofati emas. Ular emgak bilan band qilinib tursalar, ularning pozitsiyasi muhim emas. Balki partiyaning ma'naviy qiyofatidir. Hatto eng tuban o'rindagi partiya a'zosimi iqtidorliq, tirishchan, emgakchan, ma'lum darajada aqlliq deb qaraladi. Ammo shuning bilan bir vaqtda muhimi ular yana ich qo'rqinch, nafrat, shahvatparastlik, xushamatchilikka to'shib ketgan. Intayin go'l, asabiy talvalardan bo'lishi lozim bo'ladi. Boshqacha aytganda, ularda bir urush davlati fuqarolarida bo'lishga tegishli psixik holat bo'lishi talab qilinadi. Urushning shu vaqtining o'zida yuz berayotgan bo'lishi muhim emas. Aniq bir g'alaba mumkinchiligi bo'lmag'achqa, urushning g'alaba yoki mag'lubiyatga qarab mengishimi muhim emas. Partiyaning o'z a'zolaridan talab qiladigan aqlning bo'linishini urush
atmosferasida ondan texmi o'ng'ay ishga oshirg'ili bo'ladi. Bu xil bo'linishni hozir asosan umumlash bo'ldi deyishga bo'ladi. Partiya a'zolari qancha yuqoriga o'rlagan sari bu xil alomat shuncha ko'rinarli bo'ladi. Ishki partiya a'zolarida urush asabiyligi va dushmanga bo'lgan nafrat eng kuchli bo'ladi. Odatda ishki partiya a'zolari bir rahbar bo'lish salohiyati bilan urush xabarlarining rost emasligini bilishi zarur hisoblanadi. Balkim u butkul urushning bir saxta ish ekanligini yoki urush qo'zg'ash maqsadining oshkora jakarlangani bilan o'xshamaydiganligini bilishi mumkin. Ammo bu xil ziddiyatlik bilish qo'sh tafakkur usuli bilanla neytrallashtiriladi. Bu orqali ishki partiya a'zolarining o'ngida bir vaqtda bu urushning saxtaligiga bo'lgan tunishmi, shundaqla bu urushning muqarrar okeaniyaning g'albisi bilan oxirlashadiganligi, uning oxirgi hisobda dunyoning xo'jayini bo'lalaydiganligiga bo'lgan ishonchimi tangla mavjud bo'lib turdi. Barliq ishki partiya a'zolari kelgusi istilolarning muqarrar ishga oshadiganligiga e'tiqod darajasida ishonadi. Uni mundaq ikki yo'l bilan ishga oshirish mumkin. Biri bargan sari ko'p territoriyani ishg'ol qilib, u yerda kuch va sonda mutlaq ustunlikni egallash. Yana biri taqobil turg'ilib bo'lmaydigan yangi qurollarni kashf qilish. Yangi qurollar davomli ishlab chiqariladi. Ilmiy ijodiy tafakkur o'z rolini joriy qila oladigan birdan-bir soha hozir Hozir okeanida kon ma'nidagi ilm-fan mavjud emas. Hozir yangi tilda ilm-fan deydigan termin ishlatilmaydi. Ilm-fan muvaffaqiyatlarini maydonga keltiradigan eng aqalli tajribachilik metodi hozir faqat insokning eng tub prinsiplarida to'xtab qoldi. Texnik taraqqiyotimi insonning erkinligini bo'g'adigan texnikalik mahsulot lozim bo'lganda ondan maydonga kelyotdi. San'atda ilgirlash tugul chekinishli bor. San'at sohasi bo'qsa bilan og'dirilyotdi. Kitob mashina bilan yozilyotdi. Urush, josuslik deganga aloqador muhim sohalardalar tajribachilik metodiga ilhom berilyotdi. Yoki hech bo'lmagandimi mavjud bo'lib turishiga yo'l qo'yilyotdi. Partiyaning maqsadi ikki. Biri butun dunyoni ishg'ol qilish, yana biri mustaqil tafakkur imkoniyatini tal-to'kis yo'q qilishdir. Bu yerda partiya hal qilishga tegishli ikki cho'ng masala mavjud. Biri qanday qilib odamlarning nima o'ylayotganligini ular xohlamasimi bayqash. Yana biri bir necha sekund ichida oldin shapi bermasdan necha 100 million odamning jinini elish. Mushu nishon bo'lganligi uchunla ilm-fan tadqiqoti davomlashib kelyapti. Hozirgi ilm-fan olimlari ya psixolog ya so'roqchidir. Ular chiroy ifodasi, yurish-turishning ma'nosi, ovoz o'zgarishi, rost so'ziladigan dorilar, gipnoz, qiynash, shok davolash usuli qatorliq ushshaq masalalarni ajoyib inchkilik bilan tadqiq qiladi. Hatto fizik, ximik, biologlarmi qanday qilganda odamni har xil usulda o'ldirgili bo'ladi deganlar tadqiq qilgan bo'ldi. Tinchlik ministrligidagi g'oyat zo'r laboratoriyalarda, Braziliya o'rmonliqidagi, Avstraliya qumliqlaridagi yoki Antarktidadagi odam oyoq yetmaydigan orollardagi maxfiy tajriba punktlarida nurg'un mutaxassis guruhlari ordim-taldim demay ishlamoqda. Ba'zilari faqat kelgusidagi urushning orqa saf xizmatini qanday planlashni tadqiq qiladi. Ba'zilari maxsus texmi cho'ng raketa bombalarni, texmi kuchli portlatqularni, texmi mustahkam bronoviklarni yasaydi. Ba'zilari texmi ajallik gaz, biror quruqlikdagi o'simliklarni quritivatgili bo'ladigan darajadagi miqdorda ishlab chiqargili bo'ladigan zahar yoki barliq antibiotik dorilar taqobil turolmaydigan kasallik viruslarni tadqiq qiladi.
Ba'zilari bo'lsa, xuddi suv osti paraxodidek yer ostidami mang'alaydigan mashinalarni, kemiga o'xshash hamma yerga qo'nalaydigan aeroplanni tadqiq qilish bilan aldirash. Hatto ba'zilari necha ming kilometr egizlikka lenza o'rnatib, quyosh nurini yig'ish yoki yer markazidagi yuqori haroratdan foydalanib, dengiz toshqini yoki yer tavrash paydo qilish mumkinchiligi haqida izdenish bilan ovora. Halbuki bu cho'ng tadqiqotlarning hammasi amalga oshishdan to'liq yiroq. Bu uch davlatning hech qaysisi bu sohalarda yana birining oldida emas. Diqqatga bekrak tashlandig'ini, bu davlatlarning hammasida atom bombasi bor. Bu ularning olimlari tasavvur qilayotgan har qanday quroldan necha hassa zo'r vayron qilish kuchiga ega. Partiya o'z odatiga asosan atom bombasini biz yasadik deb da'vo qilsa-mu, amaliyotda u eng dastlabda 1940-yillar yasalgan va 10 yildan keyin keng doirada ishlatilgan. U chaqda necha yuz bomba Yevropa, Osiyodagi, G'arbiy Yevropadagi, Shimoliy Amerikadagi sanoat markazlariga tashlangan. Bu har qaysi davlatlardagi hukmron guruhlarni, bir necha dona atom bombasining butun bir jamiyatni, shuning bilan birga yana o'zlarining saltanatini yo'q qilishga yetarli ekanligiga ishontirgan. Natijada garchi aniq kelishim shartnoma imzolanmagan bo'lsa-mu, shundan buyon atom bombasi urushda ishlatilmadi. Shundaqdimi bu davlatlar yanada atom bombasini to'xtamay ishlab chiqaryapti va ilgari keyin cho'qim keladi deb qaragan bir ajallik fursat uchun tayyorlik qilyapti. Shundaqla urush taktikasi 30-40 yilning yoqi asosan tugudak o'zgarmadi. Tik ucharlar ilgariga qaraganda ko'plab ishlatildi. Bombardimanchi aeroplanlarning o'rnini keng doirada o'zi harakatlanadigan sinoratlar oldi. Nazuk urush paraxodlari cho'kmas laylama istiqomlarga o'rin bo'shatdi. Uningdan boshqa asosan boshqa taraqqiyot bo'lmadi. Tanka, suv osti paraxodi, torpeda, pelomot, hatto miltiq, qo'l bombalarimi hozirgacha ishlatilib kelyapti. Gerçi matbuot ekranlarda nurg'un qirg'in xabar qilinib tursa-mu, burunqi urushlardagidek bir necha hafta ichida necha yuz ming, hatto necha million odam o'lib ketadigan urush qayta yuz bermadi. Bu uch davlatning hech qaysisi mag'lubiyat ehtimolligi bor urushga tavakkul qilmaydi. Agar cho'ng bir harakat qo'llanildi deyilsa, u bo'lsa-mu o'z ittifoqdoshiga qilinadigan tasodifiy hujumdir. Bu davlatlarning hammasi qo'llanayotgan yoki qo'llanayotganda qiyofatga kirib olgan strategiya amaliyotda o'xshash bir xilla. Ularning plani ushshoq hujum, baho talashish, yuz o'rish qatorliqlar aralash qo'llanish orqali muhim halqasimon ba'zilarni qo'lga keltirib, ikki raqib davlatning birini yoki ikkilisini qo'rshash, ondan u raqib davlat bilan do'stlik kelishimi imzolab, ular to'liq xiramonlashqicha necha yil tinish, do'stona o'tish. Bu jarayonda atom bombasi ilib mang'alaydigan raketalarni barliq strategiyalik o'rinlarga puxta o'rinlashtirib bo'lish. Oxirida bir vaqtda barliq bombalarni etib, qarshi tarafni mutlaq inkos qaytarolmaydigan darajada palash o'ringa tushirish. Uningdan keyin yana bir hujum uchun qilib qolgan yana bir davlat bilan do'stlik kelishim imzolash. Albatta, deyishning hojati yo'q. Bu plan faqatla uxlamay tush ko'rishdan boshqa narsa emas. Uningdan boshqa faqat ekvator va ikki qutb rayonidagi talash tortish orasidagi zimindalar urush yuz berdi. Dushman territoriyasiga tajovuz qilinib baxmidi. Bu bizga davlatlar o'rtasidagi ba'zi chegaralarning nihoyatda aniq, ro'shanligidan iborat bir paketni tushuntirib berdi. Masalan, Yevroasiya osonla Britaniya orollarini besib oladi. Bu jo'grafiyalik jihatdan Yevropaning bir qismi. Okeaniyami territoriyasini Rin daryosi hatto Venezuelagacha kengaytiradi. Lekin bu garchi aniq yozilmagan bo'lsa-mu, hamma taraf rioya qilib kelayotgan madaniyat birdakligidan iborat prinsipga xilof.
Navada Okeaniya ilgirki vaqtlarda Fransiya, Germaniya deb atiladigan yerlarni besib olsa, ya u yerdagi aholilarning hammasini qirg'in qilib yo'qotish kerak. Albatta, bu intayin og'ir, qiyin ish. Yoki u yerdagi 100 millionga yaqin xalqni assimilyatsiya qilib etish kerak. Ular fan texnik taraqqiyot jihatda asosan Okeaniya xalqi bilan o'xshash saviyada. Bu masala uchala davlat uchun o'xshash. Bu masala uchala davlat uchun o'xshash. İctimai qurilmasining muqim saqlanishi uchun ular chet elliklar bilan qat'iy aloqa qilmasligi kerak. Ular faqat urush asirlari va ranglik eriqlardagi qullar sababidanla aloqa qilishi, hatto yaqin ittifoqdoshiga qattiq gumon bilan qarashi, urush mahbuslari ayirib etilgan joylarda turishi, Okeaniya puhralarining ko'zi hargiz Yevro Osiyo yoki Sharqiy Osiyo puhralarininki bilan uchrashib qolmasligi belgilangan. Okeaniyaliklarning chet el tili o'rganishi cheklangan. Chunki ular chet elliklar bilan uchrashib qolsa, ularningmi o'ziga o'xshash maxluq ekanligini, ular haqida deyilganlarning hammasining yolg'on ekanligini bilib qoladi-da, ular yashayotgan bu bekik dunyoga daz ketishi, ularning ma'naviy dunyosining asosi bo'lgan qo'rqinish, nafrat, o'zimchillik yo'qolib ketishi mumkin. Gerçi İran, Mısır, Java, Saylun qatarlıq rayonlar davamlıq qo'ldan qo'lga almışıp tursumu, ammo markaziy rayonları yanıla pat-pat tushib turadigan raketa bombalaridan boshqa chet elliklar bilan uchrashmaydi. Mana bularga oshkora tilga ilinmaydigan, ammo hammasi biladigan va asoslanadigan bir paket yo'chirilgan. Ya'ni hamma davlatning turmush saviyasi, shart-sharoiti degudak o'xshash. Okeaniyada hukmron falsafa insuh deb ataladi. Yevro Osiyoda yangi bolshevizm, Sharqiy Osiyoda xanzucha bir nima deyiladigan bo'lib, o'limga cho'qinish deb tarjima qilinadi. Yoki o'zlikni yo'qotish desak, texmo joyiga tushishi mumkin. Okeaniyaning puhralarining yuqorqi ikki falsafaning hech busini purab qilishig'imi ruxsat qilinmaydi. Aksicha, hukumat o'z puhralariga yot davlat falsafalarini eng aqalliy axloqiy prinsip va aqalliy savatlarga zid yavoyi falsafa deb o'rgatadi. Amaliyotda bu uch falsafaning asosan hech qanday farqi yo'q. Shundaqla ular himoya qilib turadigan ijtimoiy tuzumlarning farqi yo'q. Uchala jamiyatning qurilmasi piramida shaklli. O'xshashlar bir muqaddas doiraga cho'qinadi. Iqtisodimi o'xshashlar urush uchun taraqqiy qildiriladi. Natijada bu uch davlat bir-birini bo'ysundira olmaydi. Hatto bo'ysundira olgandimi hech qanday bir afzallikka erisholmaydi. Aksicha, ular mushundaq to'qinish ichida tursalar, g'arbining choqidek bir-birining mavjudligi uchun terak bo'ladi. Yana bu uch davlatning hukmron guruhi o'zining qilayotganlarini bir vaqtda biladi, ham bilmaydi. Ularning hayoti urush bilan o'tadi. Shundaqla yana ular urushning g'alabasiz holatda mangu davomlashishi lozimligini biladi. Yana shundaqla ishg'ol qilinish xavfining yo'qligidan iborat bir paket. Bu uch falsafa sistemasining o'rtaq xosligi bo'lmish reallikni inkor qilishni mumkinchiligiga qilgan. Yana shuni ta'kidlash zarurki, urushning bundaq uzluksizligi urushning asli xarakterini o'zgartirib etgan. Aslida urush degan hamini bir kuni yo aniq bir g'alaba yo mag'lubiyat bilan oxirlashadigan ish edi. Burungi zamonlarda urush insonlar jamiyati tashqi dunyo bilan bo'lgan aloqada o'zini saqlab qoladigan eng asosli vosita bo'lgan. Barliq davrlardagi hukmdorlarning hammasi o'zining agash kuchlariga saxta dunyo qarashini tangan. Ammo ularning harbiy kuchiga ziyon selish ehtimoli bo'lgan har qanday bir xato tuyg'uning paydo bo'lib qolishiga hargiz yo'l qo'ymagan. Navoda mag'lubiyat, mustaqillikni yo'qotish yoki ular xohlamagan boshqa biror oqibatni ilib kelish bo'lgandekli bo'lsa, u holda mudofaa ehtiyot tadbirlarini cho'qim astoydil o'ylashga to'g'ri keladi. Moddiy paketlarga qat'iy sal qarashga bo'lmaydi. Falsafa, din, etika yoki siyosiyda
2ga 2ni qo'ysa, balkim 5 chiqishi mumkin. Biroq miltiq yoki aeroplan laylaganda cho'qim 4 chiqishi kerak. Cho'qim 4 chiqishi kerak. Unumsiz davlatlar hamon bir kuni boshqalarning tapini ostida qoladi. Unum uchun kurash qilish xalqda xato tuyg'u paydo qilishga ziyonliq. Uningdan boshqa unumdor bo'lish uchun o'tmishdan o'rganishga to'g'ri keladi. Bu o'tmish haqida to'g'ri bilim, ma'lumot bo'lish kerak deganlikdir. Burungi gazetlarda va tarix kitoblaridami bir taraflamalik va burmilashlar mavjud. Ammo bugungidek mundaq umumyuzlik burmilash ko'rilib boqmagan. Urush hushyorlikning eng yaxshi qo'g'dug'uchisi edi. Hukmron sinflar uchun aytganda bo'lsa, urush balkim boshqa har qanday qo'g'dug'uchidanmi muhim mudofaa bo'lishi mumkin. Urushda mayli g'alaba qilsin yoki mag'lub bo'lsin, hech qanday hukmron sinf butunlay chikorigar bo'ladigan ish bo'lmaydi. Ammo urush uzilmas urushga aylanib ketganda, u allaqachon xatarlik bo'lmay qoladi. Urush uzilmay bo'lib turganda, harbiy zurriyat deydigan uqummi mavjud bo'lmaydi. Texnik taraqqiyotga to'xtab qoladi. Ko'zga ko'rinib turadigan eng aniq moddiy faktlarmi inkor qilinadi yoki nazardan saqit qilinadi. Boshda bayon qilganimizdek, ilmiy tadqiqot deganlarmi faqat urush maqsadi uchunla ilib beriladi. Moydidan aytganda, u fan tadqiqoti emas. Bu tadqiqotlarning natijasizligimi muhim emas. Unumga, hatto harbiy unumga hojat qolmaydi. Okeaniyada ideya soqchilaridan boshqa hamma narsa unumsiz. Bu üç davlat bir-biriga yengilmas bo'lgandan boshlab, ular bir-biridan to'liq ayrilgan üç dunyoga aylandi. Ularning har birida har qanday ideya burmalash harakatlari nihoyat daxlsiz, bexatar ilib berildi. Reallik faqat yeyish, kiyish, turalg'u, kiyim-kechak, zahar ichib sanmaslik, binodan sakrab o'lib degandek kundalik turmush ehtiyojlari bilan xalqni o'z besimi, iskanjasiga oldi. Hayotlik va o'lim, jismoniy lazzat va azob orasida yanada farq bor. Ammo faqat farqli bor, xolos. Tashqi dunyodan va o'tmishdan uzilgan Okeaniya xalqi, xuddi olam bo'shliqida laylab turgan odam, yuqori tubanni farq etolmagandek bir holat yashamoqda. Bu davlatning hukmronlari hokim mutlaqlikda Fir'avn va qaysarlardanmi eshib ketgan. Bu davlatlar agash kuchlarini ocharchilik tufaylidan ko'plab o'lib ketishdan saqlashga majbur. Chunki bundaqda ularga zo'r qulaysizlik tug'iladi. Yana shuning bilan birga ular yana harbiy texnikada raqib davlatlar bilan o'xshash saviyada turishga majbur. Ular mushu aqlli shartlarni hozirlay olsa, ondan reallikni o'zi xohlagan shaklda o'zgartira oladi. Shundaqdimi biz hozirgi urushni ilgirki urush o'lchami bilan analiz qilsak, buning faqat bir hiyla ekanligini bilalaymiz. Bu xuddi müngüzleri bir-birini yarlandırolmaydigan shaklda o'sib chiqqan hayvonlar o'tirsidagi o'sishga o'xshaydi. Lekin urush yolg'on bo'lsa-mu, yanala mutlaq ahamiyatsiz emas. Bu urush bir tarafdan eshinchi mahsulotlarni xo'rtib turdi. Yana bir tarafdan tabiiylik jamiyat uchun zarur bo'lgan eng atmosferasini saqlaydi. Urush hozir faqat bir davlatning ichki ishiga aylanib qoldi. İlgari hamma davlatlardagi hukmron kuchlar o'rtaq manfaatlarini e'tirof qilishib, urushning vayronchiligini ma'lum darajada cheklashsa-mu, yanala bir-biriga qarshi urush qilishyapti va zafar quchquchi mag'lub bo'lg'uchining boyliqlarini bulab talaydi. Hozir kunimizda ular hargiz bir-biri bilan urush qilishmaydi. Balki har bir davlatdagi hukmronlar faqat o'z fuqarolariga qarshi urush qiladi. Urushning maqsadi territoriyani kengaytirish yoki qo'g'dash emas, balki jamiyatning qurilmasini shu peti tutib turishdir. Urush degan bu so'zni hozir tushungili bo'lmas bo'lib ketdi. Balkim urushning uzluksizligi tufaylidan asli ma'nodagi urush yo'qolib ketdi desak, texmi to'g'ri bo'lishi mumkin.
Yeni taş qurallar davridan boshlab 20 asrning boshlarigacha bo'lgan orliqdagi urushning insonlarga olib keladigan talafot besimlarining o'rnini hozir tamoman o'xshamaydigan bir narsa oldi. Agar bu uch davlat bir-biri bilan urushning o'rniga mangulik tinchlik kelishimi imzolab, bir-biriga tajovuz qilishmasa, oqibat yanada o'xshash bo'ladi. Chunki bu xil ahvoldimi har biri yanada ayrim bir bekik dünya sifatida mavjudligini davomlashtirdi. Tashqi dunyoning sadolarining uyg'otib etishidan aman turdi. Mangulik tinchlik, mangulik urush bilan o'xshash ma'noga ega. Mana bu garchi partiya a'zolarining o'zimi yuzaki tushansimi, partiyaning urush tinchlikdir degan savolning haqiqiy ma'nosidir. Winston o'qishdan to'xtadi. Yiroq bir yerdan raketa bombaning portlagan ovozi anglandi. Bu ovoz uning ekran yo'q uyda yolg'iz o'tirib bir cheklangan kitobni hozirlanib o'qishdan kelgan yayrashlarini buzolmadi. Yolg'izlik va aminlik jismoniy tuyg'u edi. Bu tuyg'u nimishqikin uning badandagi horg'inlik, o'rindiqning yumshoqligi, darizdan kirgan mayin shamolning yengil sipashlari bilan birlashib ketdi. Bu kitob uni hayajonga soldi. Texmi to'g'risini deganda uning qalbini tinchlantirdi. Ma'lum nuqtadan aytganda, kitob uningga hech qanday bir yangi mazmun aytib berolmagan edi. Ammo kitobning jalbkorligining sababi dal mush yerda edi. Agar uningga qolasidagi parcha fikrlarni ratlash imkoniyati bo'lgan bo'lsa, bu kitobdagi gaplarni u allburun o'zil deb bo'lgan bo'ladi. Bu uning mengsiga o'xshaydigan boshqa bir mengining mahsuloti edi. Ammo bu menga uningdan o'tkir, sistemalik, jur'atlik edi. Uning qarashicha eng yaxshi kitoblar dal sen bilib bo'lgan narsalarni deb beradigan kitoblar edi. Winston Julia'ning tevishlarini anglab, kitobning birinchi bobini ochdi va uning bilan ko'rishish uchun o'rindiqdan turdi. U qo'ng'irang bo'xchisini polug'la tashladi-da, o'zini Winstonning quchog'iga atdi. Ular ko'rishmagili bir haftadan oshgan edi. "Men kitobni qo'lga oldim", dedi Winston Julia uning quchog'idan ayrilganda. "Ha? Uni oldingiz? Yaxshi", dedi Julia ancha qiziqib ketmagandek va darholla qahva damlash uchun o'choqning yonida zo'ngsaydi. Ular karvatda yarim soat yetishgandan keyin ondan boyqi gapga qaytib keldi. Kechqurunning shamoli xeyli sovuq bo'lib, ular adiyalni yepinib oldi. Tuvan tarafdan naqsh sadolari va ko'chadan mang'an o'tik ovozlari anglanadi. Yeliqi yo'g'on qizil bilaklik ayol pastdagi saynodagi doimliq ko'rinish edi. Ish qilib quyosh petibli ketmasa, butun kunduz u ayolning kirdisi bilan org'amchi arsida palaxshamaydigan, ilg'ushni tishlaolmaydigan, naqsh etmaydigan biror soatimi yo'q edi. Julia yenichi yotdi. Alpozdan hozirla uyquga g'arq bo'ldigandek ko'rinadi. Winston poldagi kitobni qo'liga olib, Juliaga to'g'rinib o'tirdi. "Buni cho'qim o'qishimiz lozim. Sizmi shu? Qarindoshlarning barliq a'zolari cho'qim o'qish kerak ekan", dedi Winston. "Siz o'qing", dedi Julia ko'zni ochmay. "Undik o'qing. Eng yaxshisi mushu. O'qig'ach menga tushundiring." Strilka oltini ko'rsatib turadi. Bu 18 bo'ldi deganlik gap. Demak, ularning yana 3-4 soat vaqti bor. Winston kitobni tiziga qo'yib o'qishni boshladi. Birinchi bob: Nodonlik qudratdir. İnsanlar tarixni xotirlagan davrlardan bo'libmi, yangi tosh qurollar davridan boshlab, insonlar jamiyatida yuqori tabiqa, o'rta tabiqa va tuvan tabiqadan iborat 3 tabiqa odamlar turkumi mavjud bo'lib keldi. Ular yana o'xshamagan nurg'un kategoriyalarga bo'lindi. Ularning ismi, soni, bir-biriga tutgan pozitsiyasi o'xshamagan davrlarda farqli bo'lib keldi. Lekin jamiyatning tub qurilmasi o'zgarmadi. Xuddi giroskop ikki tarafga qanchalik oqsin, yanada o'zining tangpunligini saqlagandek. Jamiyatda davomliq
cho'nqur ixtilof va asliga keltirilgili bo'lmaydigan o'zgarishlar bo'lib turgan bo'lsa-mu, tüpki andiza shu peti saqlanib keldi. Julia, o'yg'oqmisiz? Dedi Winston. Ha, suyimlikim, davomlashtiring. Qaltiskan. Winston davomlashtirdi. Bu üç tabiqining maqsadi kelishtirgili bo'lmaydigan darajada ziddiyatlik bo'lib, yuqori tabiqining maqsadi o'zining o'rnini saqlab qolish. O'tir tabiqining bo'lsa, yuqori tabiqi bilan o'rin almashtirish. Töven tabiqining maqsadi bo'lsa, agar ularda bir maqsad bor deyilsa, chunki ular ziyoda zulm va izilish ostida yashag'ashqa, o'zining kundalik turmush ehtiyojidan boshqa narsalarni o'ylayolmaydi. Barliq farqni yo'qotib, hammaylar barobar yashaydigan bir jamiyat qurish edi. Shunlashqa butkul tarix iqiniga nazar solsak, tarixning umumiy ramkasining qayta takrorlanishi ichida ekanligini ko'ralaymiz. Qayta takrorlanish ichida ekanligini ko'ralaymiz. Xeyli uzoq vaqtgacha yuqori tabiqa o'z o'rnida xeyli bexatar turgandek ko'rinadi. Biroq shundaq bir vaqt keladi-ki, u chaqda ularning o'ziga yoki kuch qudratiga va yoki ishkilisiga bo'lgan ishonchi yo'qaydi. Ondan o'tir tabiqa erkinlik va adolat uchun kurash qilgan qiyofatga kirib olib, töven tabiqini sepiga qo'shib oladi va yuqori tabiqini og'dirib etadi. Ular maqsadiga yetgan zamonlar töven tabiqini yana asldagi mazlumlik o'rniga qaytarib etib, o'zlari yuqori tabiqa bo'lib oladi. Ondan yuqori tabiqadan yoki töven tabiqadan va yoki ikkili tabiqadan ayrilib chiqqan bir turkum kishilar o'tir tabiqani shakllantirdi. Shuning bilan kurash yangidan boshlanadi. Bularning ichida töven tabiqa hatto qisqa vaqtlik bo'lsa-mu g'alabaga erisholmaydi. Butkul tarix mobaynida ozroqmi moddiy yuksalish bo'lmadi desak, mubolag'a bo'lib qoladi. Hozirqidek orqaga chekinayotgan bir davrdami, kishilarning moddiy turmushi necha asr burunqi insonlarnikidan ko'p yaxshi. Ammo moddiy boylikning ostola eshishi, adab qoidalarining yuksalishi, hech qanday islohot va inqilob insonlarning barobarligini qilchilik ilgari surolmadi. Töven tabiqadagilarning nuqtasidan qaraganda har qanday tarixiy o'zgarish ularga xo'jayinlarining nomining o'zgarishidan boshqa hech nima olib kelolmadi.